Volchok Little Wolf 2026 bu kuch va agressiv dizaynni birlashtirgan zamonaviy sedan sifatida tasavvur qilinadi. Bu nom ilk bor 90 yillarda mashhur bo'lgan Volchok laqabi bilan bog'liq bo'lib, ayniqsa kuchli va tez avtomobillarni ifodalagan. 2026 versiya esa shu ruhni zamonaviy texnologiyalar bilan davom ettiradi. Tashqi ko'rinishida o'tkir LED faralar, keng panjara va sport bamper darhol e'tiborni tortadi. Yon tomonda aerodinamik chiziqlar va katta diskalar mashinaga yanada agressiv ko'rinish beradi. Orqa qismi esa zamonaviy stop chiroqlari va sport uslubidagi dizayn bilan yakunlangan. Salon ichida esa qulaylik va texnologiya ustuvor. Katta sensorli ekran, raqamli panel va aqlli yordamchi tizimlar mavjud. Xavfsizlik jihatidan ham u kuchli, adaptiv kruz, avtomatik tormoz va 360 kamera tizimi kutiladi. Raqobatchilar sifatida buni 3 seriyasi va Audi A4 bilan solishtirish mumkin, lekin Volchok o'zining sport xarakteri bilan ajralib turadi. Texnik tomondan 2.0 yoki 3.0 litr turbo dvigatel, 250-400 ot kuchi va 100 km/soat tezlanishi 5-6 soniya atrofida bo'lishi mumkin.